Assalamualaikum. Bugün sizlerge Abdülhamid Damulla Hacimni tanıştırıp çıkman. Abdülhamid Damulla Hacim 1939 yılı 8 yanvar günü Qashqarning Charbagh kentida ma'rifatparvar oilasida dunyoga kelgan. U dunyoga kelmasidan burunla uning vujudiga ilm ma'rifatning urug'i chechilib bo'lgan edi. Dadasi Abdullah Mazin, annesi Jamila xonim edi. Hikoyat qilinishicha, dadasi Abdullah Mazin tijorat bilan Yangisorga borganda bir so'rinda Qur'on tilovat qilayotgan ikki qarindoshning fazilatiga maftun bo'lib, Allohdan ma ko'z yoshlari bilan o'ziga ashunda olim va qori farzandlarni ato qilishni so'ragan. Alloh duosini ijobat qilgan. Abdülhamid Damulla Hacim. Abdülhamid Damulla Hacim kichigidinla zihni bak o'tkir edi. Savodini dadasi bilan chiqargan edi. U Qashqarning cho'ng madrasalarida ta'lim olib, tang vaqtda Uyg'ur ulamolarından Muhammad Solih Damulla bilan saboqdosh bo'lgan edi. Abdülhamid Damulla Hacimning yorqin tuhfalaridan 1987 yilda ochgan Qashqar til texnikum maktabi edi. U maktab shu vaqtning madrasalaridek dinlam emas, din va fanni birlashtirgan bir ilm dargohi edi. Abdülhamid Damulla Hacim u madrasada ingliz, yapon, rus, urdu qatorliq chet el tillarini o'rgatiladi. U yerda doktorlik, sistralik qatorliq zamonaviy kasblar o'tiladi. Damullamning maqsadi sohada cho'ng rol o'ynay oladigan bolalarni yetishtirib chiqish edi. Abdülhamid Damulla Hacimning bu maktabi 1997 yılı 11 ayının 12 günü Xitoy qurolli askarlari tarafidan bosilib taqib edi. Abdülhamid Damulla Hacim taxmin qilinishicha 2021 aprelda turmada shahid qilingan edi.